все сразу hamma narsani birdan xohlashadi. Hali patsient bilan u patsientni bersang shu $1000 ishni qila bilasanmi? Bozorimiz qanaqa shakllangan? Insi bitqizgan talaba va обязательно bor poliklinikada ishlashi kerak. Mani hobbim. Organizatsiya men uchun hobbi. Men uchun ish emas. Imенно Braziliya davlatining o'zi o'qishi pulini to'lab beradi. Faxr sifatida qo'yaman-da, mana bizning kursimizga Miamidan uchastin kelyapti. Patsient keldi, ChatGPTga savol beradi. Bizani eshitmayapti o'zi. Biladi, no'noqlar haqiqatan kamda. Novichenko ham xirurgiya qiladi, ham ortopediya. Upravleniyasida tushunishligi kerakki, u zamon tugadi. Bular aytardilar, premyerlik klinikada misol uchun 10% ishlasa, xuddi shu pulni topadi. Qanaqa uslovda ishlash, qanaqa material bilan ishlash. Bizda foiz degan narsani juda noto'g'ri qarashadi vrachlar. Mana o'zim ham ko'p davlatlarda bo'lganman. Bizning xalqimizda tolerant xalq boshqa dunyoda yo'q. Uni ustiga yana nimadir chiqsa qarzga olinadi-da. Shu Hozirda chaqsangiz, kurs bileti puliga aylanayapti-da. Menimcha 5% klinikalar hozir sistemada ishlayapti. Ikkita vrach kelmasa, uchta vrach kelmasa, klinika ishlaydi, lekin administrator kelmay qolsin. biz hozirdan sekin уже ko'rib o'rganib kelyapmiz. Ularda bu narsa yo'q ekan. Biz ham stomatolog sifatida emas, ko'proq vrach sifatida saqlanib qolishimiz kerak. Hozirgi kunda meni klinikamda mendan boshqa hamma pul topyapti. Prosta birinchi chiqayotgan vrach nima bilan boshlaydi? Narxi demping qilish bilan boshlaydi. Men hamma joydan minusni olib, o'sha minuslarni plyusga aylantirganman-da. Yosh stomatologlar bular oppoq qog'oz. Instagramda PR bo'lib ketgani uchun uni kursini qilishyapti. Qo'pol bo'lsa ham bizani yosh молодой ortopedlar undan chiroyli, undan yaxshi ish qilishadi-da. Bolaligimda har doim o'rgataman, pul uchun ishlama. Shunaqa ishlaginki, patsient senga $1000 bitta koronkangga bersin. Shunaqa